Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 1999-yil 4-oyda birinchi qatim nashr qilgan roman Sarson Ruh avtori Ahad Turdi. Ikkinchi qism. Ikkinchi bob. Makkadagi musofirlik. Ikkinchi. Ular bugun haramdanmi qo'g'landi. Jarubkashlar cho'ng tozalik qilib o'tib, ularning tosh palampay ostidagi xilvat o'zini sizib qoldi. Bu yer makonsizlar panohlanadigan dang emas, dedi saqal burti yo'q. Kosa bir jarubkash qaynab. Bu yer namoz o'qib, Allohga ibodat qiladigan Xudoning muqaddas uyi. Bu yerning tozlik amonlik ishlarida chataq chiqsa, sizlar ega bo'lamsizlar, dedi yana bir jarubkash. Qo'lidagi supurgining uzun dastisini yerga urib turib, bularni mo'tavalining oldiga aparayli. Bo'ldi qo'ya, dedi hiliqi kosa jarubkash. Ishni avtop nima qilasan? Bular ya til bilmasa, naga aparsang mushundoq ko'shib turdi shu. Minglar, darhol bu yerdan chiqib ketinglar. Atxon bilan Akbar laqi-luqisini yig'ishtirib haramdan chiqdi. Ularning ko'z oldida yana shu sukunatga cho'mgan issiqdan yelinjab turgan qaqas shahar ko'chalari quchoq ochdi. Do'konlar ochiq edi. Savdo setiq ishlari qizg'in ketyotdi. Ola yeshil soyvallarning ostida ba'zilar choy ichib, meva yeb, ba'zilar takini igiz qirlab, xo'rdudib chilim tartib, hozirlanib yetishatdi. Cho'ng ko'chaning so'l qanot burjikida tuga, qichir va eshaklarga yuk ortib kelgan karvonlar turadi. Ularning ba'zilari Iroqdan Paris gazmonlarini ilib kelgan edi. Ba'zilari Yamandan isiriq va xushpuroq buyumlar, har xil dori-darmaklarni ilib kelgan edi. Karvonning atrofiga o'lashgan 7-8 odam mollarni ko'rib, baho talishib, varanchuron qilishib yuratdi. Atxon bilan Akbar hech narsaga pisand qilmay, xomush ketyotdi. Ularni hech narsa qiziqtirmaydi. Hatto tog' bag'ridagi g'alati shakllik, g'oyat zo'r qo'ram toshlar bilan atrofdagi egiz past uy imoratlar o'zaro simishib, giralishib, faqat mushu shaharga xos ko'rkam manzarani hosil qilgan bu qadimiy, sehrli ko'rinishlarmi ularning diqqatini tortolmadi. Ular hozir nishoni va manzili yo'q bu mushkul safarni qachon, qayerda oxirlashtirishni o'ylab bearam bo'ladi. Bearam bo'lgan sari madordan ketib, put-qo'llari lakaslab qolgan edi. Akbarni yig'i tutdi. Xo'rliq, miskinlik va ichidan o'rtab chiqayotgan hijron, hasrat, nadomat uni yalmab yutayotgili tas qolgan edi. Uning yosh va tuyg'un yuragi tunji qitim vatansizlikning dardini cho'nqur his qildi. Akbar dunyoda inson uchun eng qimmatli va qadrli narsaning yurt vatan ekanligini bilib yetdi. Chunki inson azaldan yurt vatansiz yaratilmagan. Dunyodagi har qanday insonning yer sharining ma'lum yerida vatani bo'ladi. U shu vatanini chin yuragidan so'ydi. Odam yurtidan ayrilsa, g'arib musofir bo'lib qoladi. Ko'ngli sunudi, qadri tushidi. Shunga har qanday odamning tili vatan deb so'zlaydi. Yuragi vatan deb so'qidi. Har qanday odam o'z vatani, o'z ahli ichida aziz bo'ladi. Shunga ko'nalarmu yaqa yurtning farishtasidan o'z yurtining jini yaxshi deb bekor aytmagan. Yurtidan ayrilgandan buyanqi har xil taqdir qismatlar kichikkina Akbarning sabiy yurkida ana shunday his tuyg'ularni uyg'otibdi. Bu his tuyg'ular o'z navbatida yana uning umrining har bir daqiqasini yurt vatanga bo'lgan cheksiz muhabbat bilan chambarchas bog'layapti. Demisimi, muhabbatsiz, dardsiz yurakka vatan sig'maydi. Vatan dardi, vatan muhabbatida yashagan yuraklar insonlarni so'ydi. İnsanlar uchun ko'ynidi. O'z yurtini, o'z xalqini so'ymagan odam hech qachon o'zga yurtni, o'zga elni suyalmaydi. Begona tuproqqa mehrmu qo'yolmaydi. Aqlsiz qushlar chig'ida qachonlardir o'zi ko'z ochgan kichik va tinch yerlarga hamon bir kuni qaytib keladi. Har bahorda uyingizning peshayvinida uva solgan kichik jonivorlarni ko'rsiz. Ular
ni yiroqlardan uyingizni adashmay tepib kelalaydi. Mana shuningga o'xshash aqlli inson tafakkurimi har qancha yillarni ig'ir kulfatlarni eshib o'zining tug'ilgan xoki tuproqi vatan yurtga qarab intiladi. İnsanlardaki bu intilish abadiy va muqaddasdir. Akbar qaynoq bozor bo'layotgan ko'cha rastlarda ketib o'tib, ko'zga yosh olgan holda ana shularni o'yladi va hasrat bilan o'z-o'ziga shivirladi. O'z yurtida bag'rini ona tuproqqa yiqib, tinch va xotirjam turmush kechirayotganlarni haqiqiy baxtlik desa bo'ladi. Mening turmushim bu yot zaminda muhtojlik va sarsonlik ichida o'tyotidi. Mening ko'nglimni ko'taradigan narsalarning hammasi yiroqda qolgan. Ah xudo, men bundaq xo'rliq, sarsonlikda o'tayotgan turmushni yana davomlashtirishni xohlamayman. Mubodo yana shundoq ketaveradigan bo'lsam, azob ichida o'lib qolmamdiman. Ota-bola ikkaylan Makka ko'chalarida xuddi yipi uzilgan laglakdek u yoqqa chayqilib, bu yoqqa chayqilib oxirida Musfila degan yerga kelib qoldi. Bu yer oldi keng ketgan qumliq saynasi bor, xili cho'ng mahalla edi. Ular qumliq saynani kesib o'tib, bir-biriga yandab silingan uy va do'konlarni aralab ketayotganda birsining "Assalomu alaykum" degan yiqimliq ovozi anglandi. Atxon ishtik burilib yonga qaradi. Ishik va ram keshaklari kona tunika bilan qoplangan, derasidagi aynak o'rniga qalin simtor tartib qo'yilgan bir do'kondan bir odamning kulib turgan ochiq chiroyi ko'rindi. "Yo'l bo'lsin, tuqqanlar", dedi u do'konning eshigini yanamo cho'ngroq ichib. "Yuk taq ko'tiryapsizlar-ku?" Atxon salomga javob bergandan keyin ulug' kichik tinib mundoq dedi: "Musofirning yo'li qorong'u bo'ladi ekan, ukam. Nega berib, nada turishimizni bilmay qiyib yurimiz. Rabatga berishmilimi? U yerda yotoq bor-ku", dedi hiliqi odam ularga yo'l ko'rsatgandek talaffuzda. "Bardoq, ukam, bardoq", dedi Atxon ko'ngli yerim bo'lgan holda. "U yerda mo qo'g'lashdi. Odam degan toshdan mahkam, guldan nozik ho'l narsa ekan. Bo'lmasa, beshimizga kelgan kulfatlardan biz qurib qaqshal bo'lib ketsak bo'ladi." Atxon o'tganda bo'lgan ishlarni qisqacha tushuntirib o'tdi. Ulardimi insof qolmadi. Hiliqi odamningmi ochiqi kelgandek bo'ldi. "Ay tugash bilanla haqlarni qo'g'laydi, chiqim ketidi deb yotqizmaydi. Mundoq bo'lsin", dedi u ichi og'irgandek hissashlik bilan. "Hammamiz bu yurtga musofir. Musofirning g'amini musofir yemasa kim yeydi? Birer makon topqicha ota-bola bizning uyda turib turasizlar. Kapimiz kichik bo'lgan bilan ko'nglimiz keng. Ko'ngling rus bo'lsa, satmimi ayvonsaroy degan gap bor-ku." Kutilmagan bu shafaat Atxon bilan Akbarni qattiq hayajonga soldi. Hayajondan ularning og'zi gapga kelmay, "Rahmat, yaxshi ko'ngillarga rahmat" degan gaplarni qila oldi. Shu turqida ular go'yo qorong'u zulmatda yo'ldan izib qolgan odam tuyuqsiz bir yo'riqni ko'rib umidga to'lgan yoki shiddatli iqinga tushib ketgan odam tuyuqsiz bir qo'lvoqqa erishib hayotliq sohilini ko'rgandek tatliq his tuyg'ularga cho'mgan edi. Ular do'konga kirdi. Uzunligi 4 qadam keladigan tor va qorong'u bu do'konning orqa tarafi uy, uyning ichida yana bir qaznaq bor edi. Do'konda to'mirchilik qiladigan o'choq, sandal va bolqa, qalam degandek narsalar qalaymiqan chechilib yotadi. Bir bulonda bo'lsa, yangidan qo'ldan chiqqan 20 dak taxta mushuk dövlab qo'yilgan edi. Uyda xorma yog'chidan yasalgan bir karvat, bir parcha nimkash gilam, bir sanduq va 2 o'rindiq bor edi. Bir bulonda qozon, cho'gun va qaridab datlashib ketgan bir dona kirsin o'choq turadi. "Mening ismim Bagtumur", dedi hiliqi odam o'z sarguzashtlarini bayon qilib. "Yurtim qog'iliq. 3 yil burun dadam bilan hajga chiqqan. Dadam haj jarayonida yurak kesib qo'zg'alib o'lib ketdi. Mushu tog'ning bag'riga yerlik qo'lab qo'ydim. Keyin yurtga qaytish oldida oxir qitim beshiga
chiqib Qur'on o'qib, duo tilovat qilib o'ltirsam, tog'ning ustidan 3 odam tushib keldi. Ularning ustvishi yerim yalang'och, chiroyi surlik ham maynat edi. Ular men taraf keldi. Turqidilla yomon niyatda ekanligi ko'rinib turadi. Ular kelibla meni bosmadib oldi. Men xuddi sarning changilga tushib qolgan cho'jidek tipirlab qoldim. Ular jonga turamsan, pulg'imi degan ma'noda gap qildi va mening bir narsa deyishimni kutmasdan kiyimlarimni soldirib, aqtirib, yurtga qaytish uchun tayyorlab qo'ygan bar yo'qi 10 tillani ilib, meni yo'g'on bir toshga bostirib qo'yib ketdi. Men kech kirguncha ashu toshning ostida qaqshab yotdim. Tog' orasidan yilon chiqib chiqvalarmi deb qattiq qo'rqdim. Xudo shukri, bir chaqda tog' tarafdagi so'qmoq yo'ldan bir o'tinchi keldi. U bir yuda quruq yo'lg'unni dumsiga artib olgan edi. Men qattiq varqirdim. O'tinchi ovozni anglab men tarafga keldi va toshni asta-asta qo'zg'itib meni chiqarib oldi. Butun badanim urib chiqayotgandek sirqirab og'riydi. Mang'udak madarimmo yo'q edi. Shundaqdimi hiliq o'tinchiga agishib, aran taslikda shaharga kirib oldim. Shu kundan boshlab menmo yo'qsizlik, sarsonlikning dardida bak qiynaldim. Qaytay desam pul yo'q, bu yerda turay desam makon yo'q. Bir mezgil oshxonalarda yunduxo'rlik qildim. Navoiyxonalarda nimkor ishladim. Keyin o'z oldimga qassoblik qilib, to'la pul yig'dim. Shuning bilan yurtga qaytishga niyat qilib, safar taraddudni qildim. Lekin kim bilsin, meni yana peshkanlik bosdi. Bir kechida kasal bo'lib yetib qoldim. Tonish bilishlar doktorga apardi. Qarsam, bezgakkasi bo'lib qoptiman. Bu yurtda bezgakkasi ko'p bo'ladi ekan. Shu yotqancha birer oyda ketib ketdim. Safarga tayyorlagan pulim doktor bilan doriga ketdi. Shu chaqda ba'zar menga dadangning ruhiyasini ketkizmayotidi. Uning tuproq beshni yolg'iz tashlab ketma degan maslahatlarni berdi. Shuning bilan yana bir mezgil qassoblik qildim. Makonsizlik jinimdan o'tib ketibdi ekan. Oldi bilan topgan pulimga mushu uyni setib oldim. Ondan bu yerdagilarning tashabbusi bilan to'mirchilik dukkini ichib, taxta mushuk yasadim. Bu hunarni kichikimda birer yil o'rgangan edim. Toza aqdi, taxta mushukni yasab ulgurtalmaydigan bo'ldim. Bundaq narsa bu yerda yo'q ekan. Hozirmi uni yiza shaharlardan kelib ilib ketadi. Hal kunim yaxshi. Bir necha qatim yurtga qaytishga tamshaldim, lekin yanala dadamning beshini yolg'iz tashlab g'irib kepan qilib qo'yishga ko'nglim unmadi. Mana bu yil 32 yoshga kirdim. Texicha o'choqliq bo'la olmadim. Oxir bu yilqi hajdan keyin cho'qim yurtga qaytib beshimni o'nglayman deb niyat qilgan edim. Kim bilsin, hajdan keyinla yo'l taqaldi degan shum xabar tarqalib, kishilarni umidsizlikka silib qo'ydi. Odam degan shundoq narsa ekan. Ko'zini hamisha osmondan uzmay yashg'ini bilan jismi tuproqqa taalluq bo'ldi ekan. Bu tuproq amaliyotda bizni operada qilib beqib o'stirgan ashu ona tuproq. Shunga ota-bobolarimiz kishining yurtida paxtada yotgandan o'z yurtida taxtada yotgan yaxshi deb noiti to'g'ri aytibdi ekan. Ular shu kuni yarim kechagacha obdan mundishib sirdashdi. Xuddi yaxshi do'st ko'ngilning mo'risi bu mo'ridan tatliqnimi, ochiqnimi chiqarg'il bo'ladi degandek, necha vaqtdan buyon yuraklarida yig'ilib qolgan dardlarini to'kishib, ichqarnini bo'shtib oldi. Keyin Bagtumur qaznaqni bekarlab, heliqi nimkesh gilamni shu uyga silib, Atxon bilan Akbarga obdan joy raslab berdi. Ular 2 haftadan buyon mana bugun tunji qitim o'z uyida yotgandek putqollarni ozoda sunib, tatliq va g'amsiz uxladi. 2-bob tugadi.